U ko'rmaydi, ammo his qiladi. U dunyoni ko'zi bilan emas, qalbi bilan ko'radi. Ana shunday insonlardan biri bu Nozima opa. U O'zbekiston ko'zi ojizlar jamiyati a'zosi, ammo bu haqiqat uni to'xtata olmadi. Aksincha, kuch berdi. Andijon viloyati Jalaquduq tumanidagi 35-maktab har kuni Nozima opa o'quvchilar bilan dars o'tadi. Dars jarayonida kotiba bilan birgalikda ishlayman. Agar yonimda kotiba bo'lmasa, o'quvchilarni nazorat qilishga qiynalaman. Menga eng katta kuch va energiya men o'qitgan o'quvchilarim qay darajada qabul qilishi va natijalari ko'rinadi. Meni o'qitgan o'quvchilarim orasida tuman bosqichida olimpiadada kuchli 5talikka kirgan o'quvchilarim bor. Ko'cha-ko'yda yurganimda men bitirtirgan o'quvchilarim ustoz deb salom berishadi. Bizni nimaga topshirib yubordingiz? Boshqa ustozlar sizdek dars o'tmayapti degan fikrlaridan ilhom olib energiya olaman. Ko'zi ko'rmaydigan insonlardan dars olish oson emas deyshadi. Ammo bolalar undan nafaqat dars, sabrni, tirishqoqlikni, hayotga muhabbatni o'rganishmoqda. O'zim ustozimni qolgan ustozlardan farqi shirin so'zligi, matematikada ko'pgina sizlarni o'rgatganligi uchun biz yaxshi va a'lo darajada olib ketyapmiz. Imkoniyati cheklanganini hisobga olib, darsga kelganda endi qanaqa o'tarkin bu qiz, eplab keta olarmikin degan bizda fikr bo'lgan. Qizimiz mana 8 yil davomida pedagogik faoliyatini olib bordi maktabimizda. Darslarga kirib kuzatganmiz, dars tahlillarida hamma matematik ma'lumotlarni to'liq o'zlashtirganligi, o'zini imkoniyati cheklanganligiga qaramasdan astoydil harakat qilganligi bizni hayratga soldi. O'zini ruhini cho'ktirmasdan izlanib, nima izlanishlar bo'lsa harakat qilib, shu maktab jamoasida yaxshi faoliyat olib bormoqda. Demak, bu dunyoda hamma narsasi yetarli bo'lib turib imkoniyatdan foydalanmayotgan, hayotdan norozi bo'lgan insonlar mana shundan o'zlariga xulosa chiqarsa bo'ladi. Yaqinda boshlangan 90 kunlik to'garaklar minglab bolalarning orzulariga zinapoya bo'lyapti va bu to'garaklarda Nozima opaning hissasi boshqacha. U bolalarga adabiyot yoki chizmachilikni emas, hayotni o'rgatmoqda.